Assalomu alaykum musofirdan bizni kuzatib turgan aka-ukalar. Mana bugun 9-may bizda xotira va qadrlash kuni. Islom Karimov birinchi prezidentimizni ziyorat qilgani keldik, lekin hech kim yo'q. Hech kim kelmabdi bugun. Biz hech qachon esdan chiqarmaymiz. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov Abdug'aniyevich mana shuncha odam ziyorat qilgani kelibdi mana. Musofirda yurgan akalarimiz. Bitta baqirib qo'yaylik, Moskvada nima gap deb. Qayerdan sizlar? Shavkat Mirziyoyevni hozir kutib turibmiz, kelib qolishi mumkin. Bugun 9-may. Kelib qolsa bir Dedor G'animat, bir rasm pasmga tushardik, to'g'rimi? Musofirda yurgan mana aka-ukalarimiz. Hammamiz musofirimizda bu yerda. Ana endi bemalol mana kim mana gullar olib kelib mana rasmga tushibdi. Va hammalaringiz chiqingizlar qani endi. Moskvada gap ko'p. Mana bugun biz akalarimiz bilan, ukalarimiz bilan Islom Karimovni ziyorat qilgani kelganmiz. Kim mana shu videoni ko'rib turibdiki, befarq bo'lmay bittadan like bosib, mana shu video trendga chiqib ketsin, ha, butun O'zbekiston ko'rsin. Hamma mana shu yerda turgan akalarimiz, ukalarimiz, bizni O'zbekistondan ko'rib turgan aka-ukalarimizga salom yo'llaymiz. Alangalik salom.